Bugun Amerikada bo'lgan bir jinoyat haqida gaplashamiz. Olimlar bu jinoyatning sabablarini o'rganarkan noodatiy psixologik bir holatni kashf qilishdi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. (1964-yil 13-mart) Nyu-York shahri. Kitty Genovese 28 yoshli bir ayol. Tunda uyiga qaytarkan mashinasini uyidan 30 metr nariga qo'yadi va uyiga yura boshlaydi. O'sha vaqtning o'zida Winston Mosley degan shaxs unga yaqinlasha boshlaydi. Kitty buni sezadi va yugurishga o'tadi. Mosley Kittyga yetib olib uni ikki yeridan pichoqlaydi. Birinchi hujumdan keyin qotil voqea joyidan qochib ketadi. Kitty esa baqirgan holda hammadan yordam so'raydi va sudralgan holatda tobora uyiga yaqinlashardi. Chamasi 10 daqiqa ichida qotil takror qaytib keladi. Kittyga bu safar tajovuz qiladi, bor buyumlarini o'g'irlaydi va yana bir necha marotaba pichoqlab uni o'ldiradi. Bularning hammasi 30 daqiqa ichida sodir bo'ladi. New York Times gazetasi bu voqeani katta xabar o'laroq yozadi va voqea sodir bo'lgan joyda 38 guvoh bu holatni hech narsa qilmasdan tomosha qilganini chop etadi. 38 kishi bu holatni ko'rdi. Aynan muhim nuqta shu yerda. Hech kim yordam bermadi. Politsiya yoki tez yordamga xabar qilmadi. 29 yoshli Winston Mosley qo'lga olinadi va qilgan jinoyatini tan oladi. Politsiyaga esa shunday ifoda beradi. The detectives asked the killer, "How could you attack this woman in front of so many witnesses? Weren't you afraid?" And the killer said, "I knew they wouldn't do anything. People never do." Bu voqea Amerikani o'zgartirgan jinoyat o'laroq qabul qilingan. Ijtimoiy psixologiyada juda chuqur izlanishga sabab bo'lgan mashhur bystander effect, ya'ni tomoshabin sindromi deb nomlanadi. Qisqasi, insonlar muayyan bir guruh ichida ekanlar, jiddiy biror muammo vaqtida tomoshabin o'laroq voqeani kuzatishlari degani. Avvalo, tomoshabin sindromi so'zi qanday qilib lug'atga kirdi va Kitty Genovese voqeasi bilan nima aloqasi bor? Bularni ko'rib chiqaylik. Jinoyatni New York Times gazetasi chop etgandan so'ng insonlar qo'rqa boshladilar. Ya'ni men bilan bog'liq biror kor hol sodir bo'lsa, hech kim yordam bermaydimi? Shuncha kishi turganda hamma o'lishimni tomosha qiladimi degan savollar insonlarni qiynay boshladi. Tell me why you felt it was necessary for you to carry a knife. The Kitty Genovese case, where no one came to her rescue, even though she begged for help. 38 of her neighbors watched a woman die. And when it was over, they all went back to bed. In the aftermath of the murder, the 38 witnesses who were not involved in Kitty's murder, but were only witnesses to it, had been portrayed almost worse than the murderer himself. Tabiiy ravishda bu holat ruhshunoslarning e'tiboridan chetda qolmadi. 1964-yilning o'zidayoq Bill Layton va John Darley ismli ikki ruhshunos bu holatni yanada chuqur o'rganishga kirishdi. What struck me and struck John as we talked about it is that 38 might not have been just a coincidence. It might have been a cause. It might have been what made it happen. That it might have been that each of the people was actually concerned but somehow was misled by the idea that other people were watching. Ular tajriba o'tkazishadi. Tajriba shunday: talabalar ish oldi uchrashuvi uchun bir xonaga quloqchin taqqan holda o'tiradilar va telefon orqali suhbatlashishlari kerak edi. Tajriba bir qancha guruhlar bilan amalga oshiriladi. Avvalgi guruh 2 kishidan iborat va yakkama-yakka suhbat qilinadi. So'ngra 3 kishi bilan, oxirgi guruhda esa 5 kishilik jamoa bilan suhbat qilinishi kerak bo'ladi. Qatnashgan talabalarning o'tkazilayotgan tajribadan umuman xabari yo'q edi. Bir talabaning o'rniga esa qayd qilib olingan ovoz eshittiriladi. Suhbat davom etarkan qayd qilingan ovozdagi talaba o'zini yomon his qilib, tutqanoq tutganini, yordamga muhtoj ekanini aytadi va yordam berishliklarini iltimos qiladi. If somebody would give me a little help,
Tajribadan maqsad shu. Quloqchin taqqan yon xonadagi talabalardan necha kishi qancha vaqt ichida yordamga shoshilishi va harakat qilishi edi. Agar tayyor bo'lsangiz, tajribaning natijalarini aytaman. Uchrashuv 2 kishilik yakkama-yakka bo'lganda yordamga shoshish foizi 85% bo'ldi. Anybody here? Help! We need some help. We've got somebody hurt. 3 kishilik guruh bo'lganda talabalar boshqa kishilar ham borligini bilganda esa yordamga shoshish foizi 64% ga tushib ketdi. 5 kishilik guruh bo'lganda esa yordamga shoshish foizi 31% ga qisqardi. Somebody give me a little help here. I'm having a real problem right now. Ular faqat tinglovchi o'laroq o'tirishdi va yordam berishmadi. Xulosa shunday, insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, yordam beruvchi ko'ngillilar soni shunchalik tushib boradi. Agar o'sha xonada yozib olingan ovoz emas, balki haqiqatdan bir kishining tobi qochganda edi, soniyalar muhim rol o'ynaydigan bunday vaziyatda uning hayoti tahlika ostida qolgan bo'lardi. Sizda hech shunday bo'lganmi? Biror muammoli vaziyatda meni o'rnimga kimdir yordam berar? Hech kim tashlab qo'ymas bu kishini deb o'ylaganmisiz? Yoki biror janjal, noxush holatlar bo'lganda ularni faqat videoga olib va o'sha videolarni internetga joylash bilan ovvora bo'layotgan insonlarni ko'rganmisiz? Others watching the violence take out their cell phones and record it without intervening. That happened in California after a 14-year-old boy suffered a concussion during an assault by one teen, while another filmed it and posted it on Snapchat. Why would you do this? For a laugh? For a like? The boy who threw the punch was given probation. The teen who filmed it was not charged. Ruhshunos Layton va Derli bu mavzuni chuqur o'rganarkan mana bu mashhur yong'in tajribasini amalga oshiradilar. Bu tajribada talabalar xonada so'rovnomani to'ldiradilar. Birinchi guruhda talabalar yolg'iz bo'lsa, ikkinchi guruhda esa jamoa bo'ladi va ikkinchi guruhda aktyorlar va bir talaba ishtirok etadi. Talaba so'rovnomani to'ldirar ekan, bir muddat o'tib xonaga tuman to'la boshlaydi va yong'in qo'ng'irog'i chalinadi. Bu holatga ular qanday munosabat bildirishdi? Birinchi guruhdagi yolg'iz talabalarning 75% darhol xonani tark etgan. Ammo ikkinchi guruhda aktyorlar ichida bo'lgan talabalardan esa faqatgina 10% bu holatga munosabat bildirgan xolos. O'zining hayoti tahlikada bo'lishiga qaramasdan yonib ketish ehtimoli bor, ammo atrofdagi hamma beparvo o'tirgani uchun u ham parvo qilmay o'tirgan. Yong'in qo'ng'irog'iga e'tibor bermagan. Xonadagi tumandan ko'zi ko'rmas holatga kelgunicha kutgan. Keling, buning sabablarini ko'ramiz. Nega insonlar aynan bunday xatti-harakat qilishadi? Buning ruhshunoslarga ko'ra 3 sababi bor. Birinchi sabab mas'uliyatning tarqalishi. Atrofda inson qanchalik ko'p bo'lsa, har bir kishining zimmasidagi mas'uliyat shunchalik kamayadi. Hamma kimdir yordam bersa kerak deb o'ylaydi. Masalan, kimgadir tibbiy ilk yordam kerak. Agar atrof gavjum bo'lsa, hamma nima deb o'ylaydi bilasizmi? Shuncha kishi ichida biror doktor bo'lsa kerak, ja bo'lmasa biror hamshira yoki yordam qiladigan biror kishi chiqar deydi. Va hamma shunday deb o'ylaydi. Bu holatda nima bo'ladi bilasizmi? Hech kim bemorga yordam bermaydi. Shu shaklda hammaning mas'uliyati bug'lanib, havoda yo'q bo'lib ketadi. Ikkinchi sabab guruh psixologiyasi deyiladi. Bu biz ijtimoiy mavjudot bo'lganimiz uchun ichki hislarimizga tayanadi. Bir holatni qanchalik muhim yoki nomuhimligini aniqlash uchun atrofdagilarni kuzatamiz. O'sha vaqtda hech kim hech narsa qilmayotgan bo'lsa, balki shunday qilish to'g'ri shekilli deb o'ylanamiz. Ya'ni guruh bilan birga hamma nimani qilsa shuni qilamiz, hamma nimani qilmasa biz ham uni qilmaymiz. Shunisi to'g'ri bo'lsa kerak deb qabul qilinadi va guruhdan ajralmaslikka
uriniladi. Atrofga qaraganingizda hech kimning tezkor munosabatini ko'rmasangiz, ichki hislaringiz sizga harakatga o'tish kerakligini tinmay takrorlasa ham, miyangiz bu yerda hech qanday muammo yo'q deya sizni ishontiradi. Bu holat guruh psixologiyasi deb nomlanadi. Xuddiki yong'in tajribasidagidek, hamma bu kirib kelayotgan tumanni normal holat deb qabul qilsa-yu, agar bitta men bu yerda muammo bor deb o'ylayotgan bo'lsam, unda muammo menda deb o'ylaniladi. Uchinchi sabab noaniqlik va mavhumlik. Noaniqlik insonni harakat qilishdan to'xtatadigan eng katta kuch hisoblanadi. Masalan, tashqaridagi janjal ovozi haqiqiy bir tajovuzmi yoki ikki sarmast kishining janjalimi? Yerda ingrayotgan bir odam yurak xurujini boshdan kechirib yotibdimi yoki bir piyanista uxlab qolganmi degan mavhum savollar tamoman harakat qilishimizni taqiqlaydi va to'xtatadi. Chunki hech kim yolg'on bir xabar bilan atrofdagi hammani chaqirib sharmanda bo'lishni istamaydi. Mas'uliyatning tarqalishi, guruh psixologiyasi, noaniqlik va mavhumlik, bu uchalasini birlashtirib bir idishga solib aralashtirsak zaharli bir kokteyl kelib chiqadi. Bunga doir misollar ko'p. Hatto bir qancha YouTube kanali bunday ijtimoiy tajribalarni amalga oshirdi. National Geographic'ning ushbu video tajribasida maydonda yiqilib yotgan ushbu shaxsga 16 daqiqada ham birov yordam bermagan. Bu videoda esa yotgan shaxs yordam bering deb ingrashiga qaramasdan birov mijja ham qoqmagan. Jamiyatshunoslarning fikricha, butun dunyo psixologik kitoblarida yozilgan bu tomoshabin sindromi hozirda Kitty Genovese jinoyatidan ko'ra ancha murakkabroq va qo'rqinchli tus olgan. 2011-yil Xitoyda Wang Yu ismli bir shaxs gavjum bir bozor ko'chasida avtohalokat natijasida yaralanadi. Xavfsizlik kameralari tekshirilganda esa insonlarning uning atrofidan shunchaki o'tib ketayotganini ko'rishingiz mumkin. Va yordam qilgani kelganlar bo'ldi, ammo endi kech edi. Bu shunchaki bir tragediya emas, balki jamiyatlarda axloqiy cho'kish ketayotganligini ko'rsatadi. Bu axloqiy cho'kish jarayoni viloyatlar, shaharlar, davlatlar, qit'alar va butun madaniyatlarga singib bormoqda. Keling, Kitty Genovese voqeasiga qaytamiz. Ushbu jinoyatda 38 inson tomoshabin bo'ldi va hech narsa qilmadi degan gap psixologik kitoblarda yozilib kelindi. Ammo bir qancha yildan keyingi izlanishlar bu xabarda ko'p yolg'on borligini o'rtaga chiqardi. New York Times gazetasi yaxshigina yolg'on bilan kuchli propaganda qilganligi o'rganildi. Aslida 38 guvoh bo'lmagandi, 4 yoki 5 guvoh bo'lgandi. Hech kim jim turmagandi, balki 2 kishi politsiyaga xabar bergandi. Kitty ko'chada yolg'iz holatda jon taslim qilmagan, balki 70 yoshli qo'shnisining qo'llarida jon bergandi. Insonlar bu qadar unga yordamga intilgani o'rganildi, ammo bu yolg'on propaganda orqali ruhshunoslar rost bo'lgan ilmiy tomoshabin sindromini kashf qilishdi. Yana bir qiziq ma'lumotga duch keldim. Psixologik jihatdan nega insonlar jim turishadi? Nega borib darrov yordam berishmaydi? Nega insonlar shunchaki tomoshabin o'laroq tomosha qilishadi? Chunki inson tabiatida mas'uliyatdan qochish yotadi. Oddiy qilib aytganda boshini og'ritgisi kelmaydi. Buning natijasida esa jim turishni va harakat qilmaslikni tanlay qoladi. Bu ilmiy tilda passiv rozi bo'lish deb ataladi. Qurol sizning qo'lingizda bo'lmagan bo'lishi mumkin, ammo u yerda sizning e'tiroz qilmasdan jim turganingiz bu jinoyatga rozi bo'lganingizni bildiradi va bu jinoyatchiga jasorat beradi. Bunga katta fabrikalarni misol qilishimiz mumkin. Yillar davomida insoniyatga, atrof muhitga, tabiatga juda katta zarar berib kelishdi. Buni u yerda ishlaydigan xodimlarning hammasi biladi. Ammo hech kim lom mim demaydi. Chunki tanqidga qolishni istamaydilar. Ishdan haydalgilari kelmaydi. Ruhshunoslar buning haqiqiy jinoiy sherikchilik ekanini
ta'kidlashmoqda. Siz rozi bo'ldingiz va bu jinoyatchiga jasorat beradi. Bunday e'tiborsizliklar davomiy ravishda qilinaversa, bu narsa insonning tabiatiga o'rnashib qolishligini isbotlashdi. Endi inson indamay qo'yadi. Xatolarni ko'rsa tuzatmaydi. Biror joyda qotillik bo'layotganiga guvoh bo'lsa, sekingina ko'rmaganga oladi. Biror joyda adolatsizlik bo'lsa, u bunga rozi bo'ladi. Ham ijtimoiy, ham insoniy nuqtadan qaraganda juda g'alati paradoks turibdi qarshimizda. Barcha bu hikoyalar o'tkazilgan tajribalarga qarasak, insonni tushkunlikka tushiradigan holatda dekmiz. Go'yo axir har bir kishi o'z istagi bilan o'zi nazorat qilgan holatda harakatni amalga oshirdi. Shunday emasmi? Muammo ham xuddi shu yerda. Nazorat ostida edi. Butun insoniyatni yomon otliq qilishga shoshmay turing. Keling, masalaga boshqa tarafdan qarab ko'ramiz. O'zini nazorat qilgan holda hech narsa qilmasdan faqat tomoshabin bo'lgan insonlar bor deylik. Bu yerda liderlarning yo'l ko'rsatishi juda muhim hisoblanadi. Keling, ish suhbatida o'tkazilgan tajribani tasavvur qilib ko'ramiz. Masalan, jamoa bo'lgan bir guruhdan bir kishi darrov chiqib harakatga o'tganda, tobi qochgan kishiga yordam berishga uringanda nima bo'lardi? Faqatgina bir kishi, ya'ni bir lider harakatga o'tsa, sizningcha tajribaning natijasi qanday bo'lardi? Hamma liderga ergashgan bo'lardi. Hamma yordamga shoshardi. Kimni qo'lidan nima kelsa, o'sha ishni bajargan bo'lardi. Tamoman boshqa natija bugun qarshimizda turgan bo'lardi. Ya'ni odatda shunday. Hech kim harakat qilmagani uchun bundoq qaraymizda, menimcha to'g'risi shunday bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Ammo birov yordamga otlansa, biz ham beixtiyor yordamga intilamiz. Bir adolatsizlik bo'lganda, birov aybsiz kaltaklanganda, kimdir hushini yo'qotganda, oramizdagi kimdir to'xtasa va nazoratni qo'lga olgan holda 1 daqiqa desa, biz ham unga yordamchi bo'lamiz va holat umuman boshqacha tus oladi. Bir qancha misollarni sizga keltirishim mumkin. Masalan, Rosa Parks 1950-yillarda Amerikada irqchilik ayni avjiga chiqqan pallada edi. Qora tanlilar kuchli bosim ostida va hech kim ovozini chiqara olmasdi. Rosa Parks esa bu holatga yetar, bas dedi. Balki hikoyasini bilarsiz. U vaqtda qora tanlilar avtobusda faqat belgilangan o'rindiqlarda o'tira olardi va agar oq tanli kimdir kelsa, turib joyini berishi majburiy edi. Shunday kunlarning birida Rosa Parks ismli bir ayol o'rnimdan turmayman, joyimni bergim kelmayapti degandi. Bu harakat uchun bosim ostida qolgandi. Politsiya uni qo'lga olgandi, ammo Rosa Parksning bu yetar, bas degan shaxdam qadami bir harakatning boshlanishi edi. Rosa Parks mahkamasiga 40 ming kishi keldi va uni qo'llab-quvvatladi. Qatnashchilarning orasida siyosiy faylasuf va mashhur inson haqlari himoyachisi Martin Luther King ham bor edi. Suddan keyin esa qora tanli insonlarning hammasi 1 yil davomida jamoat transportlaridan umuman foydalanmaymiz deya qaror qabul qilishdi. 1 yil o'tgach katta boykot natijasida avtobusda joyini berish qonuni bekor qilindi va shu kichik uchqun orqali yuqorida aytganimiz Martin Luther King harakati bilan Amerikada 1964-yilda haq huquqlar tengligi qonuni qabul qilindi. Yana bir kichik foydali ma'lumotni aytaman. Ko'cha-ko'yda o'zingiz yoki biror kishi yordamga muhtoj bo'lganini ko'rsangiz, yordam so'raganingizda ko'pchilik qo'shimchasi bilan yordam so'ramang. Masalan, yordam beringlar, tez yordam chaqiringlar, suv beringlar emas, balki bir kishiga murojaat qilgan holatda so'rang. Yordam ber, tez yordam chaqir, suvni ber, tezroq kel deya xitob qiling. Chunki ruhshunoslar fikricha insonlarga to'g'ridan to'g'ri sen deya murojaat qilinsa, darrov sergak tortishlari, e'tiborli bo'lishlari va tezroq harakatga o'tishlari o'rganildi. Aslida bizning nuqtai nazarimiz hamma narsani hal qiladi. Ha, shunday. Tomoshabin sindromi bu jamiyatda bor bo'lgan holat.
Buni inkor qila olmaymiz. Ammo buning qarshisida nima qila olamiz? Buning javobi Rosa Parks va bunga o'xshash bir qancha hikoyalarda yashiringan. Aslida bizning kichik harakatimiz o'zgartirishi mumkin. Hamma nomaqbul ishni qilarkan bizning maqbul ishni qilishimiz qolganlarga o'rnak bo'ladi. Katta bir inqilob qilishimizga hojat yo'q. Hamma uchun bo'm-bo'sh yo'lda svetoforda qizil yonganda o'tish odatiy hol bo'lsa, biz bunday qilmasligimiz kerak. Hamma piknik qilgandan keyin chiqindisini o'sha joyda qoldirib ketishga odatlangan bo'lsa, biz bunday qilishni xato deb bilishimiz kerak. Jamiyatda falonchi tanishi orqali ishini bitirish juda normal holatda bo'lsa, bizning ham tanishimiz bo'lgan holda buni suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Ko'chada tobi qochgan birovga yordam berishdan chekinmasligimiz kerak, chunki bir kun bunday holat bizning ham boshimizga tushishi va biz ham atrofdan yordam so'rashimiz mumkin. Shundagina noto'g'ri bo'lgan standartlarni yorib, kichik bir o'zgarish qilgan bo'lamiz. Ba'zan kichik bir uchqunga insonning ehtiyoji bo'ladi. Biz esa o'sha kerakli vaqtda uchqun bo'lishdan aslo qo'rqmasligimiz kerak.